Assalomu alaykum, hurmatli yo'lovchilar. Styuardessa bo'lish uchun juda ham ko'p bosqichlarni bosib o'tish kerak. Yevropa aviakompaniyasida ishlash menda juda ham yaxshi taassurotlar qoldirgan. Birlashgan Arab Amirligining milliy aviakompaniyasi Etihad aviakompaniyasidan offer olganman, ya'ni ishga taklif. Siz kuniga 20 soatgacha ham, 15 soatgacha ham ishlashingiz mumkin. Pilot kabinasi hamma uchun qiziq, biz uchun ham qiziq. Ya'ni pilotlarga ularni kabinasidan, ya'ni kokpit deyiladi, osmon juda ham chiroyli ko'rinadi. Men uchun samolyot avvalambor orzularim ushalgan joy bo'lgan va bu kasbni juda ham yaxshi ko'rib qolaman va sevib qolaman deb o'ylamaganman. Albatta, hamma qatori menda ham aviatsiya sohasida ishlash orzusi bo'lgan va bu sohaga kirib kelganimdan keyin tushunib yetganmanki, bu kasb nafaqat meni orzuyimdagi kasb, balki men har doim ishlashga tayyor bo'lgan soha. Menda ham juda ham ko'p qarshiliklar bo'lgan. Esimda birinchi trening kunim uydagilarim telefon qilib bu sohada ishlamasligimni va qiz bolaga to'g'ri kelmasligini aytishgan va albatta bu narsadan men juda ham xafa bo'lganman, chunki aslida biz o'ylaganchalik yomon soha emas, aslida juda ham mashaqqatli, juda ham talablari kuchli bo'lgan soha va uydagilarimga tushuntirganman va bu sohada muvaffaqiyatga erisha olishimga va yaxshi kasb qila olishimga ishonch bildirganman va ularga ham buni tushuntirganman. Chunki birinchi reys kunim juda ham og'ir holatda o'tgan, chunki rejim bo'yicha, tartib bo'yicha erta uxlab, erta turishga ko'nikkanman va birinchi parvozim tungi parvoz bo'lgan, Istanbul va Toshkent-Istanbul yo'nalishida va tungi parvoz bo'lganligi sababli uyqu rejimimni vaqtida qo'ya olmaganim sababli juda ham qiyin o'tgan va aynan uyqu masalasida. Va shunda tushunganmanki, bu kasb haqiqatan ham juda mashaqqatli, chunki siz har doim har xil vaqtlarda parvozga chiqishingizga to'g'ri keladi. Bu sohaga kirib kelishimdan oldin turli xil ishlarda ishlab ko'rganman va 4 yil ingliz tili o'qituvchisi sifatida faoliyat yuritganman va ma'lum bir muddatga yetib kelganda o'yladimki, boshqa kasbga o'tishim kerak va har doim ham bu kasbda qola olmayman va xarakterimga ko'ra men doim izlanishda va o'sishda bo'lishni xohlayman va tushundimki, bir joyda qolib ketgandek his qildim o'zimni va shunda aviatsiya orzuyim bo'lgan va sinab ko'rishni xohlaganman va topshirib ko'rganimda aviakompaniya ishga qabul qilgan va shundan keyin ishlashni boshlaganimgacha bu soha meni soham ekanligini tushunmaganman. O'ylaganman, shunchaki sinab ko'raman, qanaqa agarda yaxshi bo'lsa balkim davom ettirarman. Shunda aviatsiyaga kirib keldim va haqiqatan bu kasbni yaxshi ko'rib qolganman va ikkinchi, uchinchi parvozimdayoq tushunib yetganmanki, bu haqiqiy meni kasbim. Styuardessa bo'lish uchun juda ham ko'p bosqichlarni bosib o'tish kerak. Avvalo ingliz va rus tillarida va o'zbek tilida albatta yaxshi gaplashib, muloqot qila olishingiz kerak. Bu topshirayotgan aviakompaniyalaringizga qarab o'zgarib boradi. Masalan, deylik, chet el aviakompaniyalar arab davlatlarida desak, siz ingliz tilini yaxshi bilishingiz kerak. Bu degani siz avvalo til o'rganishdan bu sohaga tayyorgarlikni boshlaysiz va albatta tildan tashqari sizni sog'lik taraflama hech qanday muammoingiz bo'lmasligi kerak. Agarda oddiy kichik bir sog'ligingizda muammo bo'lsa ham siz bu sohaga kira olmasligingiz mumkin, chunki bilamiz, aviatsiya sohasi bu har doim xavfsizlikni birinchi o'ringa qo'yadi va albatta avvalo o'zingizni, ya'ni bort kuzatuvchini sog'ligi yaxshi bo'lishi kerak. Va bundan tashqari albatta kirish imtihonlari olinadi va bu imtihonlarda sizni dunyoqarashingizdan boshlab siz bilishingiz kerak bo'lgan boshqa bir talablar ham qo'yilgan. Shuning uchun bu sohaga kirish juda ham qiyin hisoblanadi. Kichik bir oddiy bir detallar sababli ham ishga kira olmaslik holatlari juda ham ko'p kuzatiladi. Birinchi ishga kirgan aviakompaniyam Yevropa aviakompaniyasi bo'lgan. Unga kirishda bir necha bosqichlardan o'tganmiz. Intervyu bosqichida ingliz tilidan turli xil savollar berilgan va undan so'ng tibbiy ko'rik bosqichi. Tibbiy ko'rik bosqichida bizni boshlang'ich etapdan boshlab sog'ligimiz tekshirilgan va shundan keyin IASA bo'lganligi uchun, Yevropa sertifikati bo'lganligi sababli o'qish davomida ham imtihonlar topshirganmiz. O'zbekiston aviakompaniyasi, masalan,
Centrum Airga qabul olganimda birinchi CV topshirish jarayoni bo'lgan va undan keyin suhbatga chaqirilganmiz va suhbatda ham ishga, ya'ni HRlar turli xil savollar so'rashadi. Masalan, nima uchun siz styuardessa bo'lishni xohlaysiz? Shu kabi savollarga javob berib, o'zingizni yaxshi ko'rsatsangiz ishga kirishingiz mumkin. Meni o'zimda ham xuddi shunday bo'lgan Centrum aviakompaniyasi bilan. Yaqinda Etihad aviakompaniyasi, ya'ni Birlashgan Arab Amirligining milliy aviakompaniyasi Etihad aviakompaniyasidan offer olganman, ya'ni ishga taklif. Bunga kirish jarayoni juda ham murakkab kechgan. Chet el aviakompaniyalariga ishga kirish juda ham uzoq vaqt talab qiladi va sizga ko'p talablarni qo'yadi. Ishga topshirishda hujjat topshirish, ya'ni CV topshirishdan boshlanadi va undan keyingi etapi suhbat, ya'ni intervyu jarayoni. Intervyudan keyin ingliz tili testi. Ingliz tili testi juda ham qiyin darajada bo'lgan va undan so'nggina agarda hamma etaplardan o'tsangiz, keyin oxirgi onboarding, ya'ni o'sha davlatga ko'chib o'tish jarayoni boshlanadi. Menda ham xuddi shu tartibda ketgan. Lekin chet el aviakompaniyalari 3 oydan 1,5 yilgacha vaqt olishi mumkin ishga kirguningizgacha. Bulardan tashqari amaliy ko'nikmalar, ya'ni suzish mahorati talab qilinadi avvalo sizdan. Chunki har xil favqulodda holatlar bo'lganda yoki samolyot suvga qo'nishiga to'g'ri kelib qolganda, siz o'zingizni va yo'lovchilarni hayotini saqlab qolishingiz kerak va shuning uchun suzishni bilish majburiy hisoblanadi. Shu sababli o'qish mashg'ulotlari davomida suzishdan ham imtihon topshiriladi. Agarda suzishni bilmasangiz, siz o'sha etapda yiqilishingiz mumkin. Bundan tashqari o'qish jarayonida o't o'chirish, trapdan sakrash, ya'ni samolyotda maxsus traplar bo'ladi. Agarda favqulodda samolyot aeroportga yoki boshqa bir joyga qo'nsa, samolyotga yo'lovchilar tushish uchun mo'ljallangan zinalar kelgungacha yo'lovchilar samolyotni tark etishi kerak. Shunga moslashtirilgan traplar, ya'ni slaydlar deyiladi. O'shani ochgandan keyin undan qanday qilib tushishni va yo'lovchilarni qanday qilib qutqarib qolishni o'rgatish maqsadida shu kabi amaliy darslar ham o'tiladi. Janjalli holatlar ko'pincha reysdan, ya'ni samolyot havoga ko'tarilishidan oldin bo'ladi. Joylariga o'tirib olgungacha bunday vaziyatlarda imkon qadar biz tinchlantirishga harakat qilamiz. Agarda yo'lovchilar yana janjal davom etsa, ground staff deyiladi, ya'ni o'sha yerdagi xodimlar, aeroportdagi xodimlar yoki xavfsizlikka aytiladi va ular reysdan yechiladi. Chunki parvoz davomida yana shunday holatlar kuzatilsa, bu favqulodda holatga ham aylanib ketishi mumkin. Chunki shunday holatlar bo'ladi, parvoz davomida ikkita yo'lovchilar juda qattiq mushtlashib ketgan holatlar ham bo'ladi va kimdir hushdan ketishi mumkin va bu juda ham aviakompaniyaga va bizga xodimlarga katta muammo tug'diradi. Shu sababli bunday muammolarni oldini olish uchun agarda janjal o'z joyida hal bo'lmasa, unday passajirlarni reysdan yechib olib ketish imkon qilinadi. Mani faoliyatimda juda ham ko'p bo'lgan, ayniqsa Istanbul va Toshkent reysida. Shuning uchun ham aynan o'sha videoni ijtimoiy tarmoqlarga joylaganman. Bilmadim nimaga aynan bunaqa bizda madaniyat, janjallashish va urishish, to'polon qilish holatlari juda ham ko'p kuzatiladi. Ayniqsa bortda o'zini tutish madaniyati hali shakllanmagan, balki sayohat qilish madaniyati hali shakllanmaganligi uchundir. Lekin asta-sekin bu narsa borgan sari yaxshilanib boryapti. Bortda o'zini tutish oldingiga qaraganda anchagina yaxshiroq va Istanbul va Toshkent reysida aynan mana shunaqa holatlar juda ham ko'p uchraydi. Ajrata olamiz. Agarda ajrata olmasak, aslida biz unchalik ularni janjallar o'rtasiga qo'shilmaymiz. Aytamiz, tinchlik saqlang, agarda joyingizga o'tirmasangiz, reysdan yechamiz deymiz. Va reysdan yechish holatlari juda ham ko'p bo'ladi. EASA sertifikati bu Yevropada parvoz qilish uchun ruxsat beradigan ruxsatnoma desak ham bo'ladi. Uchuvchilar va bort kuzatuvchilari va aviatsiya sohasida ishlovchi xodimlar mana shu EASA sertifikati bilangina ishlashi mumkin va bu sertifikatga Yevropa ittifoqidagi davlatlar asosan kiradi. Bu sertifikatni olish tarixim birinchi Yevropa aviakompaniyasiga ishga kirganim bilan bog'liq. U aviakompaniyaga ishga o'tganimdan keyin bizga britaniyalik o'qituvchilar kelib, aynan shu EASA sertifikati bo'yicha o'qitishgan va nazariy imtihonlarni O'zbekistonda va amaliy imtihonlarni Turkiya davlatining Turkish Airlines aviakompaniyasi treyning centerida o'tganmiz.
Bu sertifikat faqat bir marta beriladi va yillar davomida yangilab o'qish yoki ish davomingizda ishlatib borsangiz bo'ladi. Avvalo Yevropa aviakompaniyasida ishlash menga juda ham yaxshi taassurotlar qoldirgan. Avvalo hamkasblar bilan ishlash madaniyati juda ham zo'r shakllangan u yerda va albatta shu bilan birga yo'lovchilar, ularni o'zini tutish madaniyati ham, albatta rivojlangan davlatlar va ko'p sayohat qilib yuradigan odamlar sayohat madaniyatini va bortda o'zini qanday tutish kerakligini juda ham yaxshi bilishadi va ular intizomga juda ham yaxshi rioya qilishadi. Misol uchun, samolyot parvozga ko'tarilishidan oldin biz xavfsizlik qoidalarini o'rgatamiz. Agarda favqulodda holat bo'lsa, qanday yo'l tutish kerakligini yo'lovchilarga o'rgatamiz va har doim chet ellik yoki bo'lmasam Yevropa yoki boshqa davlat fuqarolari albatta har doim bu narsaga amal qilishadi, lekin negadir O'zbekiston reyslarida shunday holatlarni kuzatganman, hattoki o'zlarini kamarlarini taqishni xohlashmaydi. Aynan hattoki birgina kamar taqilmaganligi uchun ham favqulodda holat vaziyatlarida yoki turbulentlik vaziyatlarida qattiq silkinish bo'lganda turli xil vaziyatlar tufayli hayotdan ko'z yumishi ham mumkin. Shuning uchun albatta xavfsizlik qoidalariga amal qilish madaniyati avvalo yaxshi shakllanishi kerak va bu mana shu jihatlardan olib qaraganda ularda madaniyat va intizom anchagina yaxshi. Albatta mana Istanbul-Toshkent yo'nalishi haqida gaplashdik. Shu yo'nalishda bir passajir bilan ajoyib voqea bo'lgan. Samolyotda bortda sanoqli pilet va yostiqlar beriladi va u yostiqlar va piletlar yoshi kichkina chaqaloqlar yoki bo'lmasam yoshi katta qariyalar uchun mo'ljallangan. Bir yo'lovchi bilan shunday voqea bo'lgan, qolmaganligini aytganimda ham tushunmasdan jalba, ya'ni shikoyat qilishni boshlagan va shunda juda ham katta muammo kelib chiqish arafasida bo'lgan va shunda ularga yotig'i bilan tushuntirib vaziyatni imkon qadar yumshatishga harakat qilganman va shunga o'xshash vaziyatlar uchrab turadi va shu men uchun parvoz davomidagi eng xunuk voqea bo'lgan, chunki har doim ham bort kuzatuvchilar hamma narsani ta'minlab berishga majbur emas yoki bu narsa qo'llaridan kelmasligi ham mumkin. Parvoz davomida turli xil davlatlarga uchamiz va u yerlarda yashab ozgina 1-2 kun vaqt o'tkazishimiz mumkin va aytadigan bo'lsam, Gretsiya davlati, ya'ni qadimgi Yunoniston meni eng ilhomlantiradigan va menga eng yoqqan davlatlardan biri. Avvalo uni tarixi boyligi meni har doim hayron qoldirgan va Gretsiyada juda ham ko'p orollar mavjud va u orollarda juda ham yaxshi vaqt o'tkazish mumkin. O'tgan yili yozda mana shu davlatda Gretsiya, Afina va Milliy Kapodosiya universitetida tahsil oldim va o'sha vaqt davomida u yerda yashadim va yashash davomida tushunib yetdimki, haqiqatdan ham juda ham yaxshi joy va odamlari ham juda ham mehmondo'st. Va o'sha universitetda grek tilini mustahkamlash va yozgi almashinuv dasturi bo'lgan va turli xil davlatlardan o'quvchilar aynan grek madaniyati va grek tilini o'rganish uchun kelishardi. Jahon tillari universitetida ikkinchi til sifatida bizga grek tili o'qitilgan. Ustozimiz Surayyo Musayeva hozirda Ibrat farzandlari loyihasida grek tilidan dars beradilar va shu ustoz bu tilga bizni qiziqtirganlar va shu grek tili orqali Gretsiyada yashadim va shu tilni o'rgandim. Bu til menimcha juda ham qiziqarli, men uchun qiziqarli til. Aynan grek tilini o'qiganim sababli menda eng katta orzularimdan biri bu chet el, boshqa davlatda tahsil olish bo'lgan yoshligimdan va bunga imkoniyatim bo'lmagan va aynan shu tilni bilganligim sababli menda mana shu orzuyimni amalga oshirish imkoniyati bo'ldi. Я специя имя Ирода, ке имя Аподо Наманган. Bugungi kungacha juda ham ko'p aviakompaniyalardan taklif olganman. O'zbekistondagi masalan Centrum, Air Samarqand shu kabi aviakompaniyalar va bundan tashqari Birlashgan Arab Amirligini Etihad aviakompaniyasidan ham va hozirda Birlashgan Arab Amirligida o'zbeklar uchun viza jarayonida muammo bo'lyapti va turli xil sodir bo'lgan voqealardan so'ng shu uchun hali ham viza jarayonidaman va umid qilamanki, bu jarayon oson kechadi va tez orada Abu Dabi shahriga ko'chib o'taman. Akademiyani paydo bo'lish tarixi juda ham qiziqarli bo'lgan. Aviatsiyada ish boshlaganimdan keyin juda ham ko'p yoshlar va yigit va qizlar bu sohaga qiziqishini va qanday qilib kirish mumkinligini, internetda deyarli ma'lumot yo'qligini aytib mendan iltimos qilishardi va 4 yillik o'qituvchilik faoliyatim davomida albatta pedagogik anchagina mahoratga ega edim va tushunib yetdimki, menimcha darslik qilsam yoshlar uchun anchagina foydali bo'ladi deb. Shu tariqa 2024-yil 14-aprelda 2 oylik izlanishlar va dars
planlar tuzishdan so'ng aviatsiyaga tayyorlov kursi shakllandi va birinchi 20 dan ortiq o'quvchi kursga ro'yxatdan o'tdi va o'qishdi. Shundan so'ng natijalar juda ham quvonarli bo'ldi. Hozirgi kunda 50 dan ortiq yigit va qizlar aviakompaniyalarga kirishdi va juda ham ko'plar allaqachon o'qish va ish jarayonida. Shundan so'ng natijalardan keyin kurs emas, balki buni nomini akademiyaga o'zgartirish fikri menda paydo bo'ldi va hozirda Aeropass Academy nomi bilan akademiyamizda 1000 ga yaqin o'quvchilar bor va shundan tashqari aviatsiyaga mo'ljallangan rus va ingliz tillari va boshqa. Aviatsiyaga ishga kirganim meni inson sifatida anchagina shakllantirdi. Xarakterlarim, insonlar bilan qanday muloqot qilish, sabrlilik va stressga chidamlilik qobiliyatlarini anchagina oshirgan va aviatsiyaga kirishim nafaqat meni kuchli shaxs qildi, balki yosh qizaloq sifatida qilgan barcha orzularimni amalga oshirishimga sababchi bo'ldi. Aviatsiya balki mashaqqatli, bundan tashqari juda ham go'zal soha va bu sohaga ishga kirib inson eng katta orzulariga erishishi mumkin. Masalan, sayohat qilishni orzu qilmagan odamni o'zi bo'lmasa kerak va aynan mana shu orzuyim ham aviatsiya bilan bog'liq bo'lgan. Eng chiroyli ko'ringan soha aslida eng mashaqqatli kasb bo'ladi. Men shunaqa tushunchaga egaman. Boshqalar o'ylashadi, faqat sayohat va o'yin kulgudan iborat deb. Aslida unday emas. Sayohatgacha bo'lgan yo'l bor. Kuniga 200 ta yoki undan oshiq yo'lovchilar bilan ishlash, turli xil xarakterli insonlarga duch kelasiz va ish davomida albatta tik oyoqda ishlashingiz kerak. Uning ustiga havoda juda ham bosim baland bo'ladi va qon aylanishi juda ham sekinlashadi. Shuning uchun inson charchab qolishi tez bo'ladi bu jarayonda. Va albatta qiyinchilik taraflaridan yana biri rejim buzilishi. Organizm har doim bir xil rejimga o'rgangan bo'ladi va parvozda agarda siz bu sohaga kirib kelsangiz, bugun 3 ta uxlasangiz, ertaga 3 ta ishda bo'lishingiz mumkin. Esimda bor, yaqinda reysim bo'ldi. Sharm-el-Sheyx va Toshkent yo'nalishi bo'yicha borib qaytish reysi deyiladi, ya'ni turnaround. Taxminan 12 soatli reys bo'ldi va 12 soatli reysni amalga oshirish uchun siz 14 yoki 15 soat vaqt sarflaysiz. Ya'ni tayyorgarlik ko'rish, aeroportga borish, yo'lovchilarni kutib olish va yo'lovchilarni kuzatib qo'yish va qaytib kelish jarayonlari. Shundan kelib chiqib aytishim mumkinki, siz kuniga 20 soatgacha ham, 15 soatgacha ham ishlashingiz mumkin. Bu degani sizda juda ham katta bosimli ish bo'ladi degani. Eng kerakli ko'nikmalardan biri avvalo yo'lovchilar bilan qanday chiqishni bilish, ya'ni muomala madaniyati. Shuning uchun ham aviakompaniyalarga kirayotganda ish tajribasi so'raladi va customer service deyiladi, ya'ni yo'lovchilar bilan ishlash, qandaydir tajribasiga ega bo'lish. Chunki har kuni turli xil yo'lovchilar bilan ishlaysiz, turli xil tushunmovchiliklar, tortishuvlar bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun sizda bu ko'nikma avvalo shakllangan bo'lishi kerak. Bundan tashqari stressga chidamlilik. Aytib o'tganimdek, kuniga siz 10 soat, 15 soatlab ishlashingiz mumkin va har doim charchasangiz ham yo'lovchilarga kulib qarashingiz va yaxshi kayfiyatda yurishingiz kerak. Chunki siz bu sohaga kirganingizdan keyin siz nafaqat o'zingizni kasbingiz, balkim siz o'sha aviakompaniya yuzi hisoblanasiz va o'sha aviakompaniyani professional tarzda boshqalarga yetkazib berishingiz kerak. Shuning uchun biz charchagan bo'lsak ham har doim makiyajlarimizga qaragan holatda, doim kulib turgan holatda turishimiz kerak. Pilot kabinasi hamma uchun qiziq, biz uchun ham qiziq. Ya'ni pilotlarga ularni kabinasidan, ya'ni kokpit deyiladi, osmon juda ham chiroyli ko'rinadi va bizda shunaqa imkoniyat bor. Agarda biz bo'sh vaqtimiz bo'lib qolsa parvoz davomida, albatta pilotlarning kabinasiga borib, u yerdan atroflarni tomosha qilishimiz mumkin. Hozirda aviatsiya sohasi juda ham rivojlangan va samolyot eng xavfsiz transport hisoblanadi. Shuning uchun favqulodda holat vaziyatlari unchalik uchramaydi va O'zbekiston Airways masalan, O'zbekiston Airways bilan ham hech qachon uchramagan. Bizda turbulentlik vaziyatlari sodir bo'lib turadi. Bu asosan ob-havoga bog'liq. Agarda ob-havo yomonroq bo'lsa, qorli yoki yomg'irli vaziyatlar bo'lsa, turbulentlik holatlari uchrab turadi. Va bunday holatda ham maxsus biz treningdan o'tganmiz, ya'ni o'quv jarayonlaridan qanday qilib kabinani tezda xavfsizlik choralarini ko'rsatish uchun. Va bunday holatlar biz uchun unchalik qo'rqinchli emas, chunki biz ish davomida va treninglar davomida o'rganganmiz bu narsa uchun. Turbulentlik bu samolyotning silkinishi. Havodagi turli xil bosimlar sababli samolyot o'sha uchayotgan paytida silkinish sodir bo'ladi. Va bu doimiy emas, qaysidir zonadan, ya'ni joydan o'tganingizdan keyin bu narsa to'xtaydi. 5 yildan keyin o'zimni avvalo yaxshi turmush o'rtoq, yaxshi farzand, chiroyli farzandning onasi
va shu bilan birga juda ham ko'p yoshlarga yordam bera olgan ustoz sifatida ko'raman va umid qilamanki 5 yildan keyin akademiyamiz yanada kengayadi. Ko'plab yoshlar nafaqat O'zbekiston, balki butun bir dunyo aviakompaniyalarida ishga kirishga salohiyat yetadigan yoshlar bo'lib yetishadi. Va undan tashqari albatta o'zimda ham kasbiy taraflama rejalarim bor, maqsadlarim bor. Aviakompaniyalarda ish faoliyatimni davom ettirish va pilot bo'lish uchun harakat qilish va bu meni hozirgi orzularimdan biri. Va akademiyaga keladigan bo'lsak, akademiyani kengaytirib, balki aviakompaniyalarga tayyor bort kuzatuvchilarini yetkazib beradigan trening sentr qilish niyatidaman. Hozirgi kunda ayniqsa oilali ayollar uchun ham imkoniyatlar yaratilgan. Agarda siz turmush qursangiz va farzand ko'rish arafasida bo'lsangiz, sizga aviakompaniyalar dekret uchun vaqt ajratishadi. Ya'ni bemalol farzandingizni ko'rib dunyoga keltirib, uni voyaga yetkazib olishingiz mumkin ma'lum bir yoshgacha va undan keyin yana aviakompaniyaga ishga qayta olasiz va siz oldingi safardagidek uzoq vaqtli trening olmaysiz va 10 yoki 15 kunlik qayta o'qish jarayonlarini tugatganingizdan keyin yana ishlashingiz mumkin.